Reuters agentligi va Birlashma agentligining xabariga qaraganda Germaniya hukumatı talash tortish bo'layotgan Hamburg port kelishimini birlik hosil qilib, Xitoy dengiz okean transport shirkatining konteyner terminalida aslidagi plandagidan kichikroq piyni ilib olishiga yo'l qo'ygan. Xabarda buning ta'sirini azaytishni maqsad qilgan kelishimni tasdiqlashning jiddiy hal qilish chorasi ekanligini aytgan. Germaniyaning iqtisod, mudofaa va tashqi ishlar ministrligi qatorliq 6 federatsiya hukumat tarmoqlarining hammasi Kosko kelishimini rad qilmoqchi bo'lgan. Ammo Hamburgning shahar boshlig'i bo'lgan bosh ministr Scholz bu kelishimni qo'llagan. Reuters agentligining 25-oktyabr kunlik xabariga qaraganda, Xitoy dengiz okean transport shirkati bultir Germaniya paraxod shirkati tomonidan Germaniyaning eng chong porti Hamburg portidagi terminalining 35% peyni setilish taklifini bergan. Lekin Germaniya hukumatı bu kelishimni tasdiqlamaslik masalasida ixtiloflashgan. Hozir muzokara qilinayotgan murassada Berlinning Koskoning faqat 24,9% peyni setilishini tasdiqlagan ekan. Reuters agentligi hukumat manbalarining so'zini naql keltirib, Germaniya iqtisod va tashqi ishlar ministrligi muvaffaqiyat qozona olmaydiganligini bilsimo, yana kelishimni butunlay to'smoqchi bo'lganligini. Chunki bosh ministr Olaf Scholz bu ishni kabinetning kun tartibiga qo'ymaganligini bildirgan. Dokladda Germaniya hukumatining bu ishni qanday bir taraf qilishi Germaniya hukumatining Xitoyga tutgan pozitsiyasining qanchalik darajada kuchayishini xohlaydiganligining o'lchami deb qaralganligini, Xitoyning Germaniyaning eng chong savdo hamrohi ekanligini, Germaniyadagi har soha kishilari kunsir kuchayayotgan va mustabid Xitoyga haddidan ziyoda tayinishdan ansirayotganligini ta'kidlagan. Bu xabar Scholzning Xitoyni ziyorat qilishni planlashdan bir hafta burun e'lon qilingan ekan. Scholz noyabr oyining 5-ida Xitoyni ziyorat qilmoqchi bo'lgan. U 2019-yil noyabr oyidan buyon tunji bo'lib Xitoyni ziyorat qilgan Yevropa ittifoqining rahbari bo'lib, yana kelib Xi Jinpingning Xitoy Kommunistik partiyasining amdil oyoqlashgan 20-navbatlik mamlakatlik qurultayida qoida nizomni buzib 3-qaror rais bo'lib saylangandan keyin mustabid Xitoyni ziyorat qilgan tunji g'arb rahbari ekan. Xitoy dengiz okean transport shirkati allaqachon Yevropadagi ikki chong portni, ya'ni Gollandiyaning Rotterdam va Belgiyaning Antwerpdagi ikki chong portining peyini egallagan. Undan boshqa Gretsiyaning Afinadagi Praus portini kontrol qilish bilan birga Xitoyning temir yo'l transportining muhim markazi bo'lgan Reyn daryosi va uning tarmoq yaqini bo'lgan Ruh daryosi bilan tutishadigan ichki quruqlik porti Duisburgning temir yo'l terminalini kengaytirish qurilish turini ilgari surmoqda. Asosliq neft ishlab chiqaruvchilar mahsulotni kamaytib, suyuqlantirilgan tabiiy gaz bahosining jiddiylashiga ergishib, Xalqaro energiya ministrligi dunyoning haqiqiy energiya krizisiga duch kelganligini bildirgan. Xalqaro energiya ministrligining ijroiya mudiri Birol seshanba kuni Ukraina krizisi Yevropaning suyuqlantirilgan tabiiy gaz importining ishini keltirib chiqarganligini, Xitoyning yiqilg'iga bo'lgan ehtiyojini o'rlaydiganligini, shuning bilan bozorning jiddiylashishini keltirib chiqarilganligini bildirdi. Chunki yangi suyuqlantirilgan tabiiy gaz sig'imi aran 20 milliard kub metr ishlab chiqarilganligini bildirgan. Birol yana yaqinda neft eksport qiladigan davlatlar tashkiloti va uning ittifoqdoshlarining ishlab chiqarishini kunga 2 million qanaltir qisqartish qarorining xatarli qaror ekanligini, chunki xalqaro energiya organining mo'ljallashicha yer shari neft ehtiyoji bu yil kuniga 2 million qanaltirga yetganligini bildirib, neft, tabiiy gaz va ko'mir qatorliq energiya bahosining shiddat bilan o'rlashib pul paxalligini keltirib chiqarib, yemeklik va mulozimat bahosining o'rlishiga duch kelgan Yevropa iste'molchilariga zarba bo'lganligini, agar havo rayi biroz illiq bo'lsa, Yevropaning qishdan o'ngishli o'tadiganligini ta'kidlagan. Yevropa ittifoqi rahbarlari 25-oktyabr kuni Berlinda boshliqlar yig'ini o'tkazib, Ukrainaning yangi Marshall planini qayta qurishni ilgari surdi. Germaniya bosh ministri Ukrainani qayta qurish planining 2-dunyo urushidan keyin Amerikaning Yevropani qayta qurishga mablag' solgan Marshall planiga o'xshaydiganligini, buni yana necha avlod tirishish kerakligini aytdi. Ukraina ta'minlagan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Ukraina urushi bu yil Ukrainaning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining 35% dan 45% gacha ziyon bo'lganligini, energiya ul aslihalarining 3dan 1 qismidan ko'proqi bombardimon tarafidan vayron qilinganligini, remont qilish va qayta qurish xizmatiga 750 milliard dollar mablag' ketadiganligini bildirgan. Dunyo banki Ukrainani qayta qurish chiqimining 349 milliard dollar ketadiganligini mo'ljallagan ekan. Ukraina prezidenti Zelenskiy sin olinish orqali mundaq dedi: Agar Rossiyaning tajovuzchiligidan qutula oladigan bo'lsa, Ukraina Yevropaning energiya bexatarlik kapolatiga aylanib, Yevropaning Rossiyaning energiyasining o'rnini elishiga yordam bera oladi. E'lon qilingan eng yangi nopozliq tekshirish doklatiga qaraganda, Xitoy virusiga qarshi vaksinasini olgandan keyingi bir necha oydan keyin odam badani Xitoy virusiga texim oson giribtor bo'ladi ekan. Bu qitimqi tekshirish bo'lsa Amerika ishlab chiqargan Pfizer vaksinasi va Angliyada ishlab chiqargan AstraZeneca vaksinasi ekan.
Xalqaro yuqumli kasalliklar ilmiy jurnalida e'lon qilingan maqolada ko'rsatilishicha, Pfizer vaksinasini qabul qilgan kishilar vaksina emlangandan keyingi 28 kun atrofida eng kuchli immunitet davriga kirgan. Ammo vaksin bu vaqtda faqat 69% unumli bo'lgan. Uningdan keyin badanning Xitoy virusi qarshi turish iqtidori ojizlagan. 84-kuni kelganda vaksinaning unumi eng tuvan -121% qimmatga tushib qolgan. Uningdan keyin badan asta-asta asliga kelib, 84-kuni kelganda vaksinaning unumi -85% bo'lgan. Demak, vaksina unumi manfiy bo'lgan. Ya'ni vaksina emlagan kishilar vaksina qilinmaganlarga qaraganda Xitoy virusi bilan yuqumlanish ehtimolligi yuqori bo'ladi ekan. Yaqinda o'xshamagan korxonalar ishlab chiqargan Xitoy virusi vaksinasining odam badaniga ko'rsatadigan ta'sirini tahlil qiladigan tadqiqot dokladlari e'lon qilindi. Tadqiqotchilar bir mezgil o'tgandan keyin vaksinaning odam badaniga elib keladigan ijobiy ta'siri passiv ta'sirga aylanganligini bayqagan hamda vaksina emlaguvchilar oson Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini isbotlagan.